Chaqaloqlarga sigir sutini berish xavfli. Sababi sigir suti tarkibi ona suti tarkibidan mutlaqo farq qiladi. Sigir suti tarkibida foydali moddalar, minerallar va vitaminlar miqdori juda ham yuqori bo'ladi. Buning asosiy sababi sigir suti bu anchagina katta mavjudot bo'lgan buzoqchani to'ydirish uchun ishlab chiqariladi. Insonning kichik bolasiga moslashmagan. Agar siz muntazam ravishda chaqaloqqa sigir sutini berib kelayotgan bo'lsangiz, diqqat qiling, uning tanasida quyidagi o'zgarishlar sodir bo'lyapti. Birinchidan, bola sigir suti tarkibidagi ortiqcha minerallar va tuzlarni chiqarib tashlashga harakat qiladi. Albatta, bu ishni bolaning buyraklari bajaradi. Birinchidan, buyraklar 2 karra yuklama bilan ishlashni boshlaydi, ya'ni buyraklarga bu og'irlik qiladi. Ikkinchidan, tuzlarni chiqarib tashlash uchun albatta buyraklar suvdan foydalanadi. Suvni esa buyraklar bolaning tanasidan oladi. Natijada bola suvsizlanish holatiga duch kelishi mumkin. Chaqaloqlar tanasi suvsizlanishga o'ta chidamsiz bo'ladi. Yana boshqa tomoni, yangi tug'ilgan chaqaloqlar sigir sutini o'zlashtirishga juda ham qiynalishadi. To'g'ri, ba'zi bir bolalarda muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik sondagi bolalar sigir sutini o'zlashtirishga juda ham qiynalishadi.